Alloh, mana otanglarning oxirgi vasiyatlari. Menga tayyorlab ketuvdilar. Ol. O'qib olib chiqarsan, tashqarida bo'laman. O'g'lim, mana ko'rdingmi? Bu dunyodan bir juft paypoq ham olib keta olmadimmi? Inson faqatgina yaxshi amallarini olib ketishi mumkin. Unutma o'g'lim, bu otalik so'nggi sabog'im. Tushundim, ada. Tushundim. Assalomu alaykum. Soding zo'r bo'pti. Klientlaringning rosa ko'p. Havas qilaman senga. Rahmat, sen ham sodingni bersin. Kimni ko'rsam seni maqtayapman. Chin-chin suvda zo'r bo'pti deb. Ana chin-chiga mol berib o'tirmang. Pulni bermayotgan ekan. Uxlab ketmasin, oka. Ko'pchiligidan qarzi bor ekan. Qatdan chiqdi bu gap? Kecha mendan katta mol olib ketdi-yu. Sirasi pulim to'ladi. Bularni kimdir nazorat qiladimi? Tekshirish kerak. Namuncha arzon sotyapti? Eplayaptimi? Qaddini ursin. Undan ko'ra skladda mollaring sotsang bo'lmaydimi? Ba'zi birovlar narxi ham sindiryapti, chinnini ham sindirib tashlayapti. Biza boru, narxi ham sindiramiz, chinnini ham sindiramiz. Bizda eng arzon chinnilar sotiladi. Gapimizga javob beramiz. Agar inson birovning orqasini kovlashga ketkizgan vaqtini o'zini rivoji uchun ketkazganida edi, bizaga o'xshab rivojlanganlar qatorida o'tirgan bo'lardi. Agar jasorating yetsa, marhamat, qo'shil bizaga. Kimni ko'rsam seni maqtayapman. Chin-chin suvda zo'r bo'pti deb. Bu kun albatta keladi. Lekin keling hozir bir tasavvur qilib ko'ramiz. Shu paytgacha yo'qotgan hamma yaqin insonlaringiz sizni bir xonada kutishyapti desa, kim bilan uchrashgan bo'lardingiz? Xo'sh, bolalar, bugungi mavzuyimiz hayot haqida. Ustoz, gapirsam maylimi? Mayli. Hayot mavzusiga kera jadvalning nima aloqasi bor? Hozir bilib olasiz. Noto'g'ri javob yozdim, shunaqami? Bilaman. Kara jadval shunchaki misol edi xolos. Boyadan beri 3 ta kara jadvalga to'g'ri javob yozdim. Lekin birortangiz indamadingiz. Birgina xatoyimga hammangiz gapirdingiz. Hayot ham shundan iborat. Inson tabiatida birgina qilingan xato undan oldin qilingan ko'p yaxshilikni yo'qqa chiqaradi. Siz uchun bu hayotiy dars bo'lsin. Xulosa qilish o'zingizdan.